Agar har yili maqsadlar qo'yayotgan bo'lsangiz, lekin har doim buni kechiktirayotgan yoki maqsadlaringiz amalga oshmayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Biz ko'pincha maqsadlar qo'yamiz, lekin uni faqat ong bilan qo'yamiz. Tana va psixika bilan kelishmagan holatda qo'yamiz. Aynan mana shu savollarga yechim beradigan yangi marafon boshladik, ya'ni 21 kunlik 2026 maqsadlar marafonini boshladik. Mana shu marafon siz uchun, chunki bu yerda aynan bizni nima uchun tanada charchoq bo'lyapti, nima uchun dangasalik bo'lyapti, nima uchun bizni tanamiz mana shu holatga qarshilik qilyapti, aynan mana shularni sabablari bilan ishlaymiz va maqsadni to'g'ri qo'yish, tanani, psixikani, ongni zo'riqtirmasdan va o'zimizni charchatmasdan maqsad qo'yish texnikalarini o'rganamiz va odatlarimiz ustida